Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Ramazon oyining 10-kuni ham boshlandi. Shunga qaramay, o't tufayini oldirgan juda ko'p bemorlarimiz biz ham hali ham roza tutsak bo'ladimi deb juda ko'p murojaat qilib kommentariyada yozib chiqishmoqda. Ko'pchilikka aniq bo'lishi uchun sizlarga bir ma'lumotni aytaman. O't tufayli bu aslida zaxira vazifasini bajaruvchi yagona a'zo hisoblanadi. Tanamizdagi barcha zaharli moddalarni jigar filtrlab, o't suyuqligi ko'rinishida o't yo'llari orqali o't tufayiga chiqaradi. Va ovqat yeganimizda bu o't suyuqligi 12 barmoqli ichakka tushadi va ovqat hazm qilishda ishtirok etadi. Agar ovqat yemasak, o't tufayida suyuqlik to'planib borib, ma'lum bir qismi 12 barmoqli ichakka tushadi. Bizda ochlik hissi paydo bo'lib, ovqatga ehtiyojimiz ortadi. O't tufayini oldirgan bemorlar tanasida qanday o'zgarishlar sodir bo'ladi? Endi o't suyuqligi to'planadigan a'zo yo'q. Jigarda doimo qon filtrlanib turishi natijasida o't suyuqligi jigardan to'g'ridan-to'g'ri o't yo'llari orqali 12 barmoqli ichakka doimiy tushib turadi. Shuning uchun biz bemorlarga 2-3 oy mobaynida har 1,5-2 soatda kam-kamdan qilib yengil ovqatlar iste'mol qilishni tavsiya qilamiz. O't qopi olib tashlangandan keyin o'rtacha 6 oy davomida jigar o't suyuqligini ilgarigidek ishlab chiqishga moslasha boshlaydi. Bu davrda yog'li ovqatlar tavsiya qilinmaydi. Shuning uchun ovqat rejimi juda ham muhim. Agar operatsiya 2-3 oy ichida o'tkazilgan bo'lsa, roza tutish tavsiya qilinmaydi. Agar 6 oydan oshgan bo'lsa, roza tutishi mumkin. Chunki jigar moslashib bo'lgan bo'ladi. Unda albatta shifokorlar ko'rigidan o'tgan bo'lishi kerak. Agar o't qopi olinganiga 1 yil vaqt o'tgan bo'lsa, lekin ichki tish, qorin dam bo'lishi, qorinda og'riq, jigar fermentlarining yuqori bo'lishi, pankreatit kuzatilsa, roza tutish aslo mumkin emas. Agar roza tutsangiz, avvalambor nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Iftorlikda yog'li, qovurilgan ovqatlardan saqlaning. Kichik porsiyalarda ovqatlaning, ya'ni kam-kamdan ovqat yeb turing. Ko'p suv ichishga harakat qiling. Shirinliklarni kamroq iste'mol qilishga harakat qiling. Islomda kasal insonga yengillik berilgan. Agar roza sog'liqqa zarar yetkazilsa, uni qazo qilish yoki fidya berish mumkinligi to'g'risida diniy ulamolar fatvo berishgan. Xulosa qilib aytganda, o't tufayini oldirgan insonlar roza tuta oladi, lekin amaliyotdan keyin tana to'liq o'z holatini tiklagan bo'lishi kerak. Shifokor maslahatlaridan albatta o'tib turish muhim. To'g'ri ovqatlanish qoidalariga amal qilish zarur. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlarni yana qanday kasalliklar qiziqtiradigan bo'lsa, izohlarda albatta yozib qoldik. Biz to'liq video shaklida sizlarga yetkazishga albatta harakat qilamiz. Kanalimizga a'zo bo'ling va like bosishni unutmang.